Qaragöz boy boy. Qaragöz boy boy. Bolachalarimiz bular bizda Barkamol avlodi rahbari. Mana shu Barkamol avlodga mana shu bolachamiz 5 yosh paytdan borgan, hozir Kamoliddin Behzodov studenti. Buni o'quvchilari mana shu. So actually this is she is the head of Barkamol Avlod. It is the one the very big thing. And she came originally he came here when he was 5 years old. Now he is a student of Kamoliddin Behzod, which is of art, yes. And they are his students. Endi buni nima qilganman men? Qarang-da. Buni ekkanimizda bu yerda bizni 1400 uzum ekdik, 1400 uzum. Mana volontyorlar, mana shu bolamiz, yoshlar volontyor, maktab o'quvchisi bu. Mana biz kameraga simat qo'ydik. Volontyorlar guruhi edi 50 ta odam tashkil qildik-da. U volontyorlar guruhi, yosh volontyorlar guruhi Yakkasaroyda bo'ldi. Demak, mahalla yettiligi yurtboshimiz tomonidan mana yo'lga qo'yilgan mahalla yettiligi, mahalla oqsoqollari. It belongs to